81-qator samolyotni qarang. 80-qator. Bunaqasini ko'rganmisizlar? Bu Boeing emas, kichik Airbus. Xitoyda ichki reyslarda ketyapmiz. Bunaqasini ko'rmaganman. Haligi bu narsa esimga tushdi. Beeline reklamasi bir uzun, kichikcha bo'lardi. O'shanga o'xshagan samolyotni cho'zib qo'ygan ekan. Uzunligini qarang. Doniyorbek bilan biz Xitoyga tur tashkil qilganmiz. Salkam $100,000 tur bo'lgan bu. Umumiysi bu degani bir 50 taga yaqin odam. Mana shu turni shu bolaga ishonganman. Sababi ishini ustasi hamma yo'lda tashkil etdi. Men ham oddiy sayohatchi bo'lib kelganman oldiga. Xitoyga viza bekor bo'ladimi, bo'lmaydimi? Hali buni anaqasi chiqmadi. Menimcha bo'lmaydi. Tayyor puldan keyin voz kechgisi keladi. Thank you. Shuning uchun viza xizmatlari, Xitoyda yana nima xizmatlaringiz bor? Tur xizmatlarimiz bor, kargo xizmatlarimiz bor, logistika xizmatimiz bor, o'qishga. Xitoyda tish chiqqan bola, o'zi mana shu yerda o'qigan, xitoychilarni og'zini ochib qo'yapti bu narsa qilsa. Maza qilib yuribman. Shu xizmatlar bo'yicha bu Doniyor nomerini qo'yib qo'yaman. China Travel Instagrami ham bor, uni ham qo'yib qo'yaman. Sizga viza kerakmi? Bering, necha kunda chiqadi viza? 3-5 ish ko'radi. Necha pul? $150 dan boshlanadi. Kelishasiz, gaplashasiz, 3 kunda pasportingizni berasiz, onlayn juda ham oson va yengil tartibda. Pasportingizni oling, o'ylanmang, vizani oling, bosing Xitoyga. Do'stim, keling. Birinchi o'rim kontoferga ham keling. Hech qanday muammo yo'q, tezda qo'yib yuborishdi. Butun boshli to'yxona ekan bu. Samolyot salkam 500 taga yaqin odam sig'arkan. Gapirganimki Doniyorbek, yosh 24 da, o'zi yosh bola shuncha narsani uddalayapti. Harakati tez, men oldindan taniyman. Shuncha narsani men guruhda, komandani, turni shu bolaga ishondim. Siz uddalaysiz, bajaring, qiling. Summasi katta edi. Bu bolani hunarlari ko'p. Xitoy bo'yicha nimaiki xohlasangiz qila oladi. Kargosi bor, sayohati bor, vizasi bor, o'zini alohida ofisi bor Toshkentda Xitoy uchun China Travel'da. Komandasi bor. Sizni istalgan yukingizni aytgan adresingizdan aytgan vaqtingizda yetkazib bera oladi. Hunarlari ko'p, bemalol ishonsangiz bo'ladi. Men ishondim. Rahmat.